Men moyishi jit tiraverdim, mana shunaqa bo'ladi mana. Shohrux aka, to'xtang aka. Bu suv aka bo'lmaydi aka. Mana bitta loyda sinay qani aka. Bo'ldi aka, любой narsani sinab ko'ravering aka. Qani bismillah. Mana bu narsa. Qani aka? Bo'ldi aka, ko'rsating qani ishingizni. Mana endi ko'ringlar mana. Bemalol loyda ham yuvsa ketadi bemalol. Gap yo'q, aziz do'stlar, mana haqiqiy jidki moyisha travertin ekan. Shunday aka. Baho berasizlar. Usta akamiz 200 kvadratlik obyektga aziz mana shu chiroyli jidki travertin urib berganlar. Xizmatlariga kelsak 1 kvadrat metri $9 ekan. Bitta baho beringlar ishga. Sizlarning ham ko'zlaringizga bo'rtib turgandek ko'rinyaptimi? Devoringiz kir bo'lib qolsa, chang tegib qolsa, bemalol mana shu shlanglarni yuvib taylayverasizlar. Bir xil yana o'zining holatini yo'qotmaydi. Mana shu ishlarga naqd 10 yillik garantiya beradilar. 1 kvadrat metri $8 dan $10 gacha ekan. Bu hovlimiz 1 kvadrat metr $9 dan bo'lgan. 200 kvadratlik obyektimiz ustaqi, material hamma narsasi ichida 1800 ga bitgan. Aziz do'stlar, shoshilib qolinglar. 12 ta viloyat bo'yicha bemalol telefon qilasizlar, sizlarning hovlaringiz mana shu chiroyli holatda bitkazib beradi. Uyni fasad qismini hali ham jiddiy travertin qilmagan akalarga uyizni tashlab qo'yasizlar. Albatta kommentariyga yozib qo'yinglar, qayerdan bizlarni kuzatyapsizlar. Salomat bo'linglar.